Oyi! Ha! Esimdan chiqib qoldi. Ha, veligim qayerda? Mana, cho'ntagimda. Oyi, nima qilyapsiz? Ha, o'ynayapman. O'ynab o'tiribman. Buni qayerga qo'ying? Ha, qayerga qo'yarding? Ha, boshimga qo'yasan-da. Ha, ke boshimga qo'y. Ha, o'rtoq. Ha, yaxshi. Mana. Voy, bolalarning shunaqa qilibdimi? Ha? Hozir to'xtab turgin-da. Ha, men senga dadangni chaqir dedim. Ha, boshingni yegur. Pashshalar 2 soatdan beri haydayman, ha? O'lsin. Voy, eshikni yop. Ha, o'rtoqlaring bilan kelganmisan? Kechqurun gaplashamiz. Abid bo'lib qopda bolalarim, sizlar ham oila qidirib yurgandir, ha? Ya oyim indamaydilar. Dadam kechroq kel deganlar. Sen ketsen kerak, seni to'shni qidirishyapti. Yo, men yotib qoladigan bo'lib kelganman. Oyi, sizga bitta yaxshilik qilaymi? Qo'y, seni yaxshiliging ham kerak emas. Qo'y, tinch o'tiraylik. Har doim Yulduzning konsertiga kirishim kerak deb orzu qilardingiz. Xohlaysizmi shu konsertni uyga olib kelib beraman? Voy, qanaqa qilib? Telegramda Instagram bot bor. Bu yoqda xohlagan san'atkoringizni xohlagan ashulaasini topsa bo'ladi. Ha, mana. Yulduz Usmonova. Voy, zo'r ekan-a? Ha, bunda ashulalarni-chi, konsertning zal, keyin 8 ta variantlarini ham chiqarib berar ekan. Ha, buni konsertning zal versiyasini ko'chirib olamiz-da, televizorga o'laymiz, konsertda o'tirgandek o'tiraverasiz. Voy, xayriyatli umringda bir marta foydali narsa etding-e. Kel. Mana dayda yorim. Ha? Voy, mana devorga kim chizdi? Bilmadim. Voy, kim chizgan bo'lsa ham juda ham chiroyli chiqdi-da. Men chizdim. Men seni ko'ryapman. Kel. Bir marta gapirgin, bir marta dada degin, iltimos. Dada. Nima dada? Qon ko'rding dadalar tavba qilib. Voy, shu gapirma, og'zingni yop, boshimni og'ritib yording, Dada. Ko'zingni yum, uxla. Hozir uxlamasang doktor chaqiraman, kelib orqangga jiz qiladi. O'lasan. O'pka, muncha ko'p yo'talyapsan, ha? Sigaret chekyapsanmi? Qilolmasdan doktorga bor. Bitta ukol bilan yaxshi bo'lasan. Nima? Ukol? Doktor? Yo'q, hech qachon bormayman. Muncha doktordan qo'rqadi bular, xuddi kimdir qo'rqitib qo'ygandek. Abbo, ne tomga chiqib olding, to'sh pastga. Uf, nega? Yiqilib tushib bam bo'lasan. Keyin oyoq qo'ling sinadi. O'g'lim, tomdan somon olib tush. Yo'q, qo'ying dada, o'ldirmoqchimisiz? Bo'l tez. Ya men chiqaymi o'g'lim? Men yiqilib oyoq qo'lim sinsin-a? Kanishda o'yinsiz chiqasiz dada. Mana kaktus ko'ryapsanmi? Ha. Ataylab seni shuni Gavay orollaridan olib kelganman. Yo'q. Eslab qol. Qaq ketyapsan kech bo'lganda. O'rtoqlarim bilan o'ynagan-a? Qayt orqangga. Hozir qorong'i bo'ladi. Nima qilibdi dada? Qorong'ida ajinalar bo'ladi. Og'zingni qiyshaytirib ketadi. Keyin men nima qilaman? Bolam. Bormaysan. O'g'lim. Ha dada. Nima? Do'kondan nos olib kelib ber. Dada, bitta gapda, ertalab tushib kelsam bo'lmaydimi, sal toza havoda? Toza havomish. Sen qorong'idan qo'rqyapsan. O'l, quyon yurak. Nimaga bunaqa bular? Ko'p gapirmang ishli, erkakcha bo'lsin bola.